bering deyapman. Bu qoidabuzarlik qilibman deyapman. Sabr turing. Planshetingizni kutib o'tirmayman-ku men. Hozir qarang, onlayn kameralaringiz ham, bodi kameralaringiz ham yo'q, xizmat guvohnomasini ham ko'rsatgani yo'q. Hech kim. Telefonga syomka qilamiz. Qanday telefonga syomka qilganingiz? Syomka turibman telefon. Bo'ldi, qilavering aka. Mana men agar men yo'q, teginish emas, qonuniy chora ko'ringizlar aka. Terimizda hali hech kim videolaringizni hech kim chiqarmaydi, lekin men chiqarib boshlayman aka. Bo'ldi. Omadingizni bersin. Qonuniy yuring. Xo'p, qonuniy yuribman aka. Qizillar o'tib ketibman. Kimdir aytibdi sizga. Hali siz ko'rganingiz yo'q, to'g'rimi? Men sizga aytibman aka. Men hammalaringizni taniyman. Hurmat qilaman hammalaringizni. Lekin hozir qilayotgan ishingiz noto'g'ri sizning. Qonunni hurmat qilib yuring, bo'ladi. Hujjatimni olyapsiz-da, bermayapti aka. Mana hujjatimni bermayapti. Hujjatingizni, pravolaringizni, familiyangizni ko'rinmaydi, o'chib ketgan. Pravolangiz. Mayli, pasportimni berdim-ku. Mana olib men pravani beringlar menga. Mayli, pasportimni berganmanmi? Pasportimdan tekshirib hozir. Ko'ryapsizmi? Syomkaga ko'rsating. Mana, xo'p, pravam yo'q bo'lsa ham pasportimni berdim men. Qani pasport? Elaka pasportim qo'lda turibdi. Mana akaga berdim. Pasport berganingiz yo'q. Ela qo'lda pasport meni pasportim. Aka. Yo'q, sabab nima? Qo'shindi chekka yo'q. Yo'q, sabab nima? Qoidabuzarligingni aytdim-da. Aka, oxirgacha boraman. Sizga yomon bo'ladi, aka. Og'ayin, holiga Men beraman. Mayli, hujjatimni berdimmi? Nimadir kamchiligim bormikan? chekkaga olma o'shani. Tushunmayapsiz? Yozib bering. Qoidabuzarligingni aytdim. Bo'ldi, yozib bering. Bo'ldi, to'xtab tur, yozib. Planshetingiz bormi? Yozib bering. Bo'ldi, nima ishing bor sening? Planshet Yo'q. bormi? Chekkaga olma. Siz tushunmayapsiz. Odamlarni tushiraveryapsiz aka hozir meni mashinamdagi. Bo'ldi, chekkaga ol. Qoidabuzarligingni Yo'q. Mayli, kutib o'tirmayman, siz planshetingiz yo'q bo'lsa. Chekkaga olma o'shani. Yo'q, sabab nima? Chekkaga ol. Ol chekkaga olma. Men mashinam chekkada turibdi. Nima uchun ushlab turibsiz? Yo'q, nima uchun meni vaqtimni olyapsiz? Sabab bormi? To'g'risini ayting. Og'ayin, sen qoidabuzarligingni tushuntirdimmi? Bo'ldi, yozib beringizlar. Planshetini yozib bering. Bo'ldi, aka eslab turaman. Men chekkada turibman aka. Xo'p. Siz ismingiz kim? Muhriddin. Muhriddin aka? Bodi kamerangiz yo'q, sizda o'zi tanishtirganingiz ham yo'q menga. Hujjatlarni olsiz. Hujjatlarni berasizmi, bermaysizmi? O, seni hujjating ber. Yo'q, siz oldingiz-ku mendan hujjatim, to'g'rimi? Berasizmi, bermaysizmi debman. Bermaysiz. Hujjatlarni so'rayapman, berasizmi, bermaysizmi debman. So'ra. Ya mayli, syomkani olib kelishni kutib o'tirmayman-ku men aka, to'g'rimi? O'tirmaysiz? Ha. Nima qoidabuzar? Gani planshetda bo'lsa, tekshirsin-da aka. Meni protokolni qilib bersin. Mayli, qoida buzgan ham ko'rdingizmi? Yo, sen bizga aytayapti, biz. Bo'ldi, aytgan bo'lsa aka, o'sha odam kelsin yoki syomkani tashlasin-da, jarima yozib bersin akajon. Bo'ldi aka. Bo'ldi, endi Telegramdan tashlab berishni kutib o'tiramizmi biz? Nima uchun kutib turamiz? Hujjatlarni berasizmi yo'qmi aka? Hujjatingizni bermayman, qoidabuzarlik Bermaysiz. Siz ham bermaysizmi aka? Chaqiring xodimlarni. Ketdik, Bobur aka. Prokuraturaga beramiz hujjatlar.